Marketingda 10 yillik tajribam bor. Endi kurs o'tmoqchiman. Kursni qanday tashkil qilay? Xo'p, kursni tashkil qilishni o'ziga yarasha ketma-ketligi bor. Keling, hozir darslarni tashkil qilishdagi o'ziga xos ketma-ketlikni tushuntirib bersam. Va birinchi ko'pchilik qilayotgan xato bu mavzuni aytilganidan so'ng bu mavzuni qiymatini ko'rsatib berishga ko'pchilik vaqt ajratmaydi. Bunda siz biladigan huquq masalasi juda ham to'g'ri keladi. Mavzuni qiymatini ko'rsatib berish. Undan so'ng mavzuni aytish va mavzuni berganingizdan so'ng albatta ketma-ketlikda olib kiradigan bitta qoida bor. Bu rejani ishtirokchiga tushuntirish. Bugungi darsda uni nima kutayapti? 1, 2, 3, 4 sanab berishimiz lozim. Bundan so'ng esa etiladigan yana bir muhim bosqich bor. Bu maqsadni aniqlab olish bosqichi. Va undan keyin ham eng muhim darsingizni qaymog'iga olib chiqadigan bir bosqich bor. Bularni hozir aytadigan bo'lsam, juda ko'p vaqt ketadi. Agar siz ham kurs qilmoqchi bo'lsangiz va batafsil darsni ketma-ketligini bilish niyatida bo'lsangiz, unda hoziroq izohlarda kurs so'zini yozib qoldiring. Men sizga darslarni qanday ketma-ketlikda taxlash kerakligi haqida batafsil axborot yozilgan gaydni sizga taqdim etaman.